Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarida yana bir zilzila sodir bo'ldi. Fojianing ortidan bir kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda zilzila bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Marhamat tumanida 2-3 ball 8 km, Buloqboshi tumanida esa 2-3 ball 10 km, Asaka tumanida 2 ball 17 km, Xo'jaobod tumanida 2 ball 22 km bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 276 km janubiy sharqda. Zilzilaning sodir bo'lgan vaqti esa 08:33 da ro'y bergan. Magnitudasi 3 ball, chuqurligi 10 km. Zilzila epitsentri Marhamat tumani, Andijon viloyati. O'zbekistonda koordinatalari 40,57 gradus bo'lgan. Tezkor xabar. Navoiyda erkak qum bosib qolishi oqibatida halok bo'ldi. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida ta'mirlash ishlari vaqtida baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, 7-avgust kuni Navoiy mahallasida hududidan Sifat Plus qurilish MCHga yollanma ishchi bo'lib ishlagan 1967-yilda tug'ilgan fuqaro yer ostida o'tgan eski quvurlarni ta'mirlayotgan paytida yer o'pirilishi, ya'ni qum bosishi oqibatida voqea joyida halok bo'ldi. Marhumning oilasi va 4 ta farzandi borligi aytilmoqda. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Olamdan o'tgan insonning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor etamiz.